Kitob tumanidagi Salomat akademiyasi ko'p tarmoqli davolash va diagnostika markazi sizlarga manual terapiya va fitobochka xizmatlarini taklif etadi. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun sizlarga manual terapiya va fitobochkaning foydali xususiyatlari haqida ma'lumot bermoqchimiz. Manual terapiya qo'l yordamida amalga oshiriladigan davolash usuli bo'lib, bel va bo'yin sohalaridagi og'riqlarni kamaytirishda, bo'g'imlarni ochishda, qon aylanishini yaxshilashda yordam beradi. Va ko'pchilik bemorlarimiz birinchi mo'jizayoq ijobiy fikr bildirishadi. Fitobochka bu o'simlik damlamalari va bug' yordamida organizmni tozalashda va sog'lomlashtirishga mo'ljallangan muolaja usulidir. Bu kichik yog'och bochka shaklida bo'lib, bemor uning ichida o'tiradi, bosh esa tashqarida qoladi. Ichkarida o'simlik damlamalar bilan to'yintirilgan issiq bug' beriladi. Bu esa teri orqali toksinlarni chiqarishda va immunitetni mustahkamlashda yordam beradi. Fitobochkaning foydali xususiyatlari quyidagilar: immunitetni oshiradi, teri holatini yaxshilaydi, asab tizimini tinchlantiradi, mushaklarni bo'shashtiradi, moddalar almashuvini yaxshilaydi. Manual terapiya va fitobochkaning birgalikda foydasi. Avvalo, fitobochkada tana isib, mushaklar bo'shashadi, keyin manual terapiya yanada samarali o'tadi. Shu kombinatsiya orqali ko'plab bemorlarimiz qisqa vaqt ichida sog'lig'ini tiklaydilar.